Yoq deyishni bilmaydigan odam bu dunyodagi eng bechora odam, eng tuvan o'ringa tushib qoldigan odam desam ishonamsiz? Bundaq bir hikoya bor ekan. Yana bir kishi qishda to'ygisini yetlab bir qumluqning ichiga kiribdi. Kech bo'lgan vaqtda bu kishi chidirdan birini tikib buning ichida uxlamoqchi. Shuning bilan uxlab kechda shivirg'on chiqib suvga qo'yib ketibdi. Ham buning bilan buning to'ygisimi to'nglab ketibdi. Amaliyat to'yga har qancha shivirg'on bo'lsa-mu, to'nglab bir narsa bo'lib qolmaydi, o'lib ketmaydi. Hamda bu to'yga ish chaqirtib, azroq beshingni tiqib olsang mayli degandan keyin to'yga shuning bilan beshini tiqib, beshini issityapti. Ondan buni beshining issiganligini his qilib, bu to'yga buning qanoat qilmay, bo'ynimni tiqsam qanday bo'lar, badnimni tiqsam qanday bo'lar deb o'ylabdi. Shuning bilan yana azroq ichiga surilsang, men bo'ynimni tiqqan bo'lsam degandan keyin xo'jayin ha ma'qul deb azroq surilib turibdi. Anniki bu bo'ynini tiqib, qarasa bellari to'nglab ketayotganda, shuning bilan yana azroq surilib bersang, men azroq kirib olgan bo'lsam, yana o'rin bor ekan deb belinim tiqibdi. Andan keyin buningki quyrug'i muzlashib boshlabdi to'ygining. Shuning bilan oxirida xo'jayinni asta-asta qistab chiqarib, bu to'yga chidirning ichiga kirib, nihoyat issiq bir kechani o'tkazibdi, ammo xo'jayin bilib bilmay chidirning sirtiga chiqib qilib, sip uxlab qilib, to'nglab qoldi. Demak ham shu hikoyadan biz nimani his qila olamiz degan vaqtda amaliyotda hozirgi turmushimizdami bunday ishlar bor. Boshqalar bizdan to'xtamay bir narsani talab qilsa, rad qilinmaydigan. Boshqalarning gapiga yo'q deyanmaydigan. Yo'q deyishdan qo'rqadigan. Yo'q deb qolsam nim deb qolar. Yo'q deb qolsam ranjib qolarmi deb. Amaliyotda sizni yaxshi ko'radigan odam siz yo'q desangizmi, sizningki shu yo'qlaringizni qabul qila oladi. Agar siz hech qanday prinsipsiz holatda ha devasangiz, demak boshqalarningki sizga bo'lgan talabmi bo'lgansa yuqurlabman. Eng oxirida eng jafo qoldig'ini, eng tuvan holatga tushib qoldig'ini, eng qiyinchilik tushib qoldig'ini kim degan vaqtda yanala yo'q deyishni bilmaydigan, nima desa ha deydigan siz bo'lasiz. Shunga do'stlar, bu hayotda ba'zi bir ishlarda yo'q deyishni o'rganib qo'yish kerak. Yo'q deyaliga odam haqiqiy to'g'ri narsaga ha deyalaydi. Agar do'stlar texmi sarxil yaxshi mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, qo'shish belgisini besib, meni guvohnlik qilinglar, texmi sarxil mazmunlar davomli yo'llandi. Agar shu do'stlarning ichida nutq o'rganishni o'ylashayotgan, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar qolsanglar, ayrimxondan uchur qilsanglar bo'ladi. Biz bizdan nutq risolasi bilan birlashtirib 6 oylik tarbiyalashni yo'l qo'ydik. Nutq maharati, so'zlash qobiliyati jihatda sistemalik yetaklash, tarbiyalash qilamiz. Lozim bo'lsa ayrimxonga uchur qilamiz.